Maya qara ko'mish. Oyimga telefon qilib qo'ydingmi? Yo'q. Telefon qilib tur tez, yaxshi yetyaptilarmi? Hol-ahvol so'rab tur. Xo'p. Alo, oyijon, assalomu alaykum. Yaxshi yetib oldingizmi? Maya qara, oyimga telefon qilding? Ha, qildim. Yana qil. Hozir. Oyimga telefon qilib qo'y. Qilyapman. Alo, oyijon, yaxshimisiz? Oyimga telefon qil, hol-ahvolni so'rab qo'y. Men ketdim. Asosiy ishim oyingizga telefon qilish. Alo, oyijon, yaxshimisiz? Yaxshi o'tiribsizmi? Oyijon, assalomu alaykum. Yaxshi keldingizmi? Voy, o'zichi, atigi 3 kunginaga ketuvdim. Jonim, qon-qonimdan to'ydirib bardingiz, telefon qilib kelin. Voy, meni bunaqa dildan yaxshi ko'rishingizni bilmagan ekanman. Voy, aptis qilsin-ey. Hay, kelin, men qo'shnining kosa tovog'ini olib tushib bering. Hozir bir minut. Men bitta oyijonga telefon qilib qo'yay. Hay, kelin, men shu yerdaman. Baburga ham hol-ahvolingizni so'rab qo'yavering. Hay, Hoshimjon bolam, xotining vasvas bo'lib qolmaganmi? Mehr-da, oyi, mehr. Mehriga o'tsin. Mana oyijon, siz yaxshi ko'radigan kartoshka salonka. Osh bo'lsin. Voy, umrginangizdan baraka toping. Keling, o'tiring siz ham, kelin. Voy, men hozir kelaman. Men ol bolam, san ham ye. Boshladi yana mana tenteging. Alo. Alo, oyijon, yaxshimisiz? Charchab qolmayapsizmi? Qachon kelasiz? Ha, kelin. Tuzimisiz? Yaxshimisiz? Men yaxshiman, rahmat. Bugun uyga qaytaman, ko'rishamiz. Ha, o'zingiz ehtiyot qiling. Hay bolam, shu uyga tuz urib domla olib kelgan. O'qitib yuboringlar shu xotiningni, ichiga jimpin kirib olgan. Ya, mehr-da, oyi, mehr. O, ana mehribon degan jin kirib olgan. Qiqildog'imga keldi-yu ham telefon qo'yib. Oxiri bloklab olaman shu xotiningni. Xudo qildi bu.